Musibat kelganda, birodar, asr namoziga keling mana. Asr namozini o'qing. Undan keyin masjiddan chiqmang, shomni o'qing. Shomda ham ketmang uyingizda. Shomdan keyin voqeani o'qing. Bir hoji akamiz Turkiyada safarimizda aytdilarki, kambag'al, qarzdor, mana bu kredit yoki boshqa foizga qarz olgan odamlar ketmasin uyiga. Shomni masjidda o'qib, to xuftongacha ichidan, hoji aka aytibdilar, to ichidan tutuni chiqquncha Voqea surasini o'qimaydimi? Alloh taolo Voqea surasini o'qigan odam hargiz kambag'al bo'lmaydi degan Alloh taolo va'da bergan. Shomni o'qib bo'lgandan keyin to ichidan tutuni chiqquncha qayta Voqea surasini xuftongacha o'qib, xuftonni jamoat bilan o'qib keyin uyiga bormaydimi dedilar. Qarzdor odam, bir musibatga tushgan odam qayerda?